Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Flappy MC. Do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni boshlashdan oldin bitta like va obuna bo'lishni unutmang. Amerika haqida 25 ta fakt. Qani ketdik. Amerika 1776-yil 4-iyul kuni mustaqillikka erishgan. Maydoni 9,8 million kvadrat kilometrni tashkil etadi. Aholisi 330 million kishi. Poytaxti Washington. Eng yirik shahri New York hisoblanadi. Hozirgi prezidenti Jo Bayden. Amerika dollari dunyoning eng asosiy valyutasi hisoblanadi. Amerika milliy qarzi 34 trillion dollar atrofida baholangan. Yalpi va ichki mahsulotlari 25 trillion dollardan ortiq. Amerika dunyodagi eng kuchli harbiy kuchga ega. Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla dunyoning eng yirik kompaniyalari Amerikada joylashgan. Amerika dunyoning eng ko'p Nobel mukofotini olgan davlat hisoblanadi. Amerikada oydagi birinchi va hozirgacha yagona odamlarni yuborgan davlat. Eng katta shtati Alyaska, eng kichik shtati esa Rhode Island hisoblanadi. Amerikada 50 ta shtat bor. Rasmiy til yo'q, lekin ingliz tili asosiy deb belgilangan. Milliy ramzi burgut. Amerika armiyasi 1,4 million faol askarga ega. Amerika harbiy budjeti yiliga 8 milliard dollardan ortiq hisoblanadi. Amerikada dunyoning eng yirik texnologik markazi Silikon vodiysi joylashgan. Dunyoning eng yirik fond birjasi New York fond birjasi Amerikada hisoblanadi. Amerika bayrog'ida 50 ta yulduz bor, 50 ta shtat uchun belgilangan. Amerika dunyoning eng katta kino sanoati Gollywood markazi bor. Amerika eng ko'p immigratsiya qabul qiladigan davlatlardan biri hisoblanadi. Mana do'stlar, faktlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi fakt nima haqida bo'lishini izohlarda yozib keting. Agar ikkinchi qismi chiqishini xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.